o'qishiga kechikib kelayotgan, yo'lda yig'lab olgan talaba onadan salomlar. Nimaga yig'lab oldim? Chunki video chiqib qoldi Instagramda. Ota-onasini oldiga Londondan borayotgan Odinani tanishsa kerak, ko'p Instagramda kuzatishsa, ko'rib rostdan yig'ladim. 1 yildan oshdi ota-onam ko'rmaganimga va shu uchun yig'lab bordim. Stuttgart shahar hayoti. Bugungi bir kunimni sizga ko'rsataman. Germaniyada ma'lumot o'rnida magistraturada o'qiyman, Stuttgart universitetida. Ingliz tili va Amerika adabiyoti talabasiman. 2 farzandning onasiman. Kuzatuvchilarimga ko'p holatlarda ona bo'lib, juda ham ko'p narsalarga ulgurayotganim motivatsiya beradi. Shu uchun ko'plar kuzatadi deb o'ylayman. Yozishdan ham juda ko'plar hayron qolyapti. Videolar olib ketayotganimga. Menga farqi yo'q. Asosiysi kuzatuvchilarim jonli hayot ko'rsa bo'ldi. Mana shahar hayoti. Shunaqa qilib videolar olib ketamiz bugun. Shahar hayotini ko'rsataman. Markaziy qismida yuribman. Stuttgart shahrini, shunaqa katta binolar. Hozir bu ko'chaga burilamiz, chunki universitetim bu tomonda. O'zi ham 1 soat kech qolyapman. Nima deb o'ylaysiz? Talabalar kech qolsa darsga nima qilishadi o'qituvchilar? Kommentda fikringizni yozib qoldiringchi, keyin aytaman darsdan chiqib. Yaqinlashib qoldim universitetimga. Germaniyada darsga kech qolsangiz o'qituvchilar nima qilishadi? Hech narsa qilishmaydi. Ba'zi o'qituvchilar yo'qlama qiladi, ba'zilar esa yo'q. Lekin ay sochim men o'qiydigan universitet. Mana hozir mana shu binoga qarab ketamiz. Bu binoda ana meni yo'nalishimga tegishli bo'lgan roman german, ingliz tili, Amerika adabiyoti, mana shunaqa yo'nalish, filosofiya, falsafa, xullas. Mana ko'ryapsizmi shu kuxta? Atmosfera. Mani kulishadi. Tanishlarim doim atmosfera desam faqat har so'zingga deydi. Nima qilib yoqtiraman. Mana ko'ryapsizmi? Qanaqa kelishadi talabalar. Mana fakultet. Endi kiramiz. Mana sizga Germaniyada universitetlar qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Shunaqa judalar oddiygina talabalar o'qisa bo'ldi. Qaysi xonada esimdan chiqib qoldi, qarab oling. 7-etajga chiqarkanman, qarang, mana bosdim. Endi 4-liftga kir deyapti. Kirib ketamiz. Mana to'r. Ko'ryapsizmi qanaqa remontlari? Eski remontlar beryaptimi sizga, lekin o'qiydi talabalar shunaqa joyda qadriga yetib. Mana kirib oldim. Endi 7-etajga chiqamiz. Mana qarang talabalar qanaqa qilishgan. Boshdan ogohlantiraman, Germaniyada o'qimoqchi bo'lgan har bitta inson shu yerga like va komment bosib ketsin. Men bilaman, demak, siz uchun duo qilib qo'yaman, Germaniyaga o'qishga kelsin deb. Mana 7ga chiqdim. Bu tomon deydi, adashmasam. Shu vaqtgacha ko'rgan bo'lsangiz, nima sizni hayron qoldirdi? Doimo men hurmat qiladigan narsa, hattoki mana shunaqa talabalar o'qiydigan joyda ham musorlarda, ya'ni axlatlarda 3 turga bo'linishi, mana shunaqa 3 turga bo'linadi axlatlar. Ya'ni bio axlatlar, qog'oz axlatlar va plastik axlatlarga ajratiladi. On an object-subject structure and with highlighted probably, but all of that is still subject to change. Yeah, thank you for your attention. So your experiment is going. Thank you very much for the presentation. It was very clear thoughts. I was actually going to ask about that. Case marking is less of much easier and more obvious to me where they would. Darsim tugadi, birinchi darsim. Men sevadigan manzara, qarang, qanaqa chiroyli. Shunaqa go'zallikda joylashgan. Yeah, thank you. Mana qarang. Men hozir 7-etajda turibman. Universitetdan 7-etaj ko'rinishi qarang. Juda ham chiroyli joyda joylashgan.
Bitta like bo'lsa shu joyiga. Endi ikkinchi darsimga kirib ketaman. Mana bu men o'qiydigan fakultetda nemis tili fakulteti, ya'ni nemis tili kafedrasi deyiladimi, xullas shunaqa, mana shunaqa joy bu. Ko'rishingiz mumkin. Qanaqadir eskicha uslubda beradi, lekin Germaniyada universitetlarda asosan yangiliklarni shunaqa qilib devorlarga yopishtirib qo'yishadi. Gruppalar ham bo'ladi, Instagram yoki Telegram, ko'proq WhatsAppdan foydalanishadi, Telegram yo'q, adashib ketdim. Mana shunaqa qilib yangiliklarni, bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlarni qarang, to'la shunaqa doskalar bor, doskalarga ildirib qo'yishadi. Mana shunaqa devorlar sementdan qilingan. Yana Germaniya deysiz, o'zbegim. Mana. Darsdan chiqdim va sizni javoblaringiz meni hayron qoldirdi, lekin o'zim ham bu tizimda bo'lganman, aynan mana shu jarayonlarni ko'rganman. Siz bilan birga bu jarayonlar bosib o'tganman, shuning uchun odatiy hol, qayg'urmang, hammasi joylashib ketadi, vaqt kerak. Umuman o'qituvchilarga Germaniyada farqi yo'q. Siz darsga kech qolib kelasizmi, umuman kelmaysizmi? Ya'ni bu 80-90% shunaqa. Ba'zi o'qituvchilar yo'qlama qiladi, ba'zilari esa yo'q. Bugun menda ikkita dars bor edi. Birinchisi odatda e'tibor bermaydi, kelish kelmasligingiz muhim ahamiyatga ega emas. Nima uchun? Chunki o'zlashtirish bu sizga kerak, o'qituvchiga umuman kerak emas. Menimcha bunaqa tizim Germaniyada bunaqa tizim menimcha bo'lishi kerak bizda ham. Bilmadim. Bakalavr o'qib yurgan vaqtlarimda darsga kelmasangiz sababsiz yoki kech qolib kelsangiz 5-10 minutga ham chiqarib yuborardi. Bilmadim, u balog'atga yetgan, ongi joyda o'zi xohlab o'qishga kirgan insondan bunaqa narsalar talab qilinishi realni umuman aqlga sig'maydi. Shuning uchun o'qish sizga kerak, kelish kelmaslikni talabaning o'zi qaror qabul qiladi. Chiqib ketyapman. Universitetda bir kunim shunaqa o'tdi. Hozir uyga qaytib ketyapman. Davomini ham video olmoqchi edim, lekin telefonim hozir o'chib qoladi. Shuning uchun shu joyda to'xtatamiz va keyingi videolarimda yana talaba ona hayotini ko'rsatishda davom etaman. Bugungi videom qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentlarda aktiv bo'ling. Sizga hozir talabalar oshxonasini ko'rsataman. Rosa zo'r narsalar hidi kelyapti, qornim och qoldi, olib ko'ramiz. Sekin boramiz. Vafo qilishyapti, talabalar kutib o'tiribdi. Mana narxi 1.70, 2 euro ekan. Ustiga qanaqadir sos qo'yib bersam, ham bunaqa qilib pishiryapti. Hidi butun universitetga chiqib ketgan uchun keldim. Mana shunaqa olib oldim. Ustiga olmali pyuremi shunaqa narsa qo'yib berdi. Endi buni olib yo'lga ketamiz. Mana universitetda hayot. Juda ham yoqdi. Kutishimga arzidi. Endi yo'l olamiz uyga qaytib. Soat 3 bo'lyapti. Soat 10 da kelgandim.